Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bizni tinglayotgan musulmon xolis dindosh birodarlar. Bugun biz O'zbekiston elchixonasi oldida Stokgolm shahrida Meros milliy markazining navbatdagi 4-chi namoyishini o'tkazamiz inshaalloh. Demak, ba'zi narsalarni ma'lum qilishimiz kerak. Bu namoyish rejadan tashqari namoyish bo'ldi. Ya'ni oldingi namoyishda elchixona vakillari bilan uchrashib, ular ariza berilsa bir oy ichida javob berilishini aytgan edilar. Va biz ularga arizani berganmiz va ular arizani 5-sentyabr kuni olishgan. Va endi 15-sentyabrdan 20-sentyabrgacha jo'natamiz deyishdi. Keyinchalik 20-sidan 25gacha jo'natamiz deyishdi. Ikkita gap bo'ldi. Biz birinchi so'zda turibmiz. 15dan 20sigacha jo'natamiz deyishdi. Va 20-sentyabrdan boshlab biz hisoblab boshladik. 20-oktyabrgacha bir oy kutamiz. Shu muddat ichida Prezident Mirziyoyevning surati yoqilmaydi, tepkilanmaydi. Bunga Meros markazi qaror qilgan. Bugungi majlisda, namoyishda biz mana shu sababdan Prezident Mirziyoyevning suratini tepkilamaymiz, yoqmaymiz. Ammo Prezidentning surati mana turibdi, musor qutisini, axlat qutisini yonida turibdi va mana bu yerda ham axlat qutisini yonida Prezident va qizi va xotini suratlari turibdi. Bularning axlat qutisini yonida turishiga sabab mana shu